Assalomu alaykum tikumash kanalimiz a'zolari. Sotuvimizga Optim narxda tikumashlarimız kelgan yangi va robotchi. Hozirda narxlari bilan tanishtirib o'taman. Videomizni Burus R3000 tikumashlarimız bilan boshladik. Ko'rishingiz mumkin, mashinamiz holati o'ta ideal holatda, yangi desa ham bo'ladi. Bu mashinamizni hop funksiyalarini tushuntirib beraman. Bu mashinamiz polniy avtomat, o'zi ip uzadi, zakrepkani o'zi qiladi va elektronniy lapkani o'zi ko'taradi. Ya'ni bu yerda tizadi, lapka ko'tarmaysizlar, pedal orqaga bosinglar, o'zi avtomatik ko'taradi va yana qo'shimchadir qanaqadir funksiyalari bor. Uni ham alohida videolarda tushuntirib o'tib ketganmiz. Bu mashinamiz robotchi, yangidek holatda, narxi $300. 1 yil kafolatini beramiz. Jack A2miz o'ta ideal holatda, ko'rishingiz mumkin. Kraskalari ham joyida turibdi, ustollari ham umuman urinib ketmagan holatda, zo'r holatda. Bu mashinamiz funksiyalari o'zi ip uzadi, zakrepkani qo'lda berasiz, lapkani tizada ko'tarasizlar. Narxiga kelsak $220. Jack F4 narxida, o'zi chiskali A2miz narxi. James'ning tikumashlarimız yangi korobka, narxi $180. Makin to'rtchakimiz yangi korobka $200. Jexi polniy avtomat tikuv mashinamiz, bu ham polniy avtomat, o'zi ip uzadi, zakrepka, elektron lapkasi bor. Yangi korobka, buning narxi $280. Sunset tikuv mashinamiz, bu ham yangi korobka, narxi $180. Uzr, adashib ketdim. Jaco to'rtchakli Averlo'yimiz, 4 ipli magnit motor bu ham. Ko'rishingiz mumkin, bu yerdan tablosi bor. Bemalol tezligini ko'tarib, liniyasini pastga to'xtatib, chiroqlarini sozlasanglar bo'ladi. Buni narxi $230, so'mga 2.750.000 so'mga to'g'ri keladi. Yangi korobka Averlo. Jexi Averlo'yimiz yangi korobka, narxi $230. Xo'p, bu mashinalarimiz yangi korobkalari, bular jicha sifati pastroq. Biz ochiqchasiga aytamiz, sifati yaxshi mashinaning sifati yaxshi deymiz, sifati pastroq mashinaning sifati pastroq deymiz. Bu mashinalarimiz jicha sifati pastroq, lekin ishlashga yaraydi hammasi chevarga. Xo'p, sotuvimizda Pretex to'rtchaklarimiz yangi korobka, narxi $220. Duma polniy avtomat tikuv mashinamiz yangi korobka $370. Ko'rishingiz mumkin, mashinamiz polniy avtomat, qo'shimchasiga 9 xil choki ham mavjud. Mashinamiz lapka ko'targanda, zakrib kelganda va o'zi avtomatik ip uzganda qandaydir yuqori tovushlar chiqarmaydi, ya'ni soat o'qida ishlaydi motorchilari. Sunset Averlo'yimiz Y1 modelimiz yangidek holatda, narxi $260. Sunset R1 modelimiz, bu ham Averlo, bu Y4 modelidan, Jack Y4 modelidan, bu 747. Bu Y4 modelimiz, buni $280 beramiz. Bu ham robotchi, lekin yaxshi holatda. Sunset polniy avtomat Averlo'yimiz yangidek holatda. Yo'q, bu yangi korobka ekan. Yangi korobkani $520 qilib beramiz. Sunset tugmamiz $780 qilib beramiz. Xo'p, bu yerda Jaco, Jexi. Bu mashinalarimiz yangi korobka, bularni $185 dan qilib beramiz. Chiskalilarini $240 dan qilib beramiz. Xo'p, bu yerda Jaco Averlo, Jexi Averlo, Jaco Averlo. Bu Averlolarimiz, bu ikkosi yangi korobka, bular yangi korobka. Bular $230 dan, bu Jack Y4 Averlosi. Buni narxi esa bu $250 yangi korobka. Bu yerda sifati yaxshi to'rtchaklarimiz, Averlolarimiz mavjud. Ruyan C65 modelni biladi hamma. Bu modelimiz sifati yaxshiroq. Averlolar ichida ham, umuman bu firma yaxshi firma. Bu Ruyan firmasining Averlosiga biz 3 yil kafolat beramiz. Polnisi elektroniy polniy. Narxi $290 yangi korobka, 3 yil kafolati bor. Ruyan Y60 modelimiz yangi korobka to'rtchak, narxi $220. Ko'rishingiz mumkin, yangi. Chayka C07 modelimiz Averlo'yimiz, bu aksiyaga tushgan, ya'ni narxi $225, 2.700.000 so'mga to'g'ri keladi. Bu yerda Jack tikuv mashinlarimiz ham mavjud. Jack to'rtchaklar, Jack A4S, Jack A4B, Jack A2B. Bu mashinalarimiz narxlariga kelsa, bu A4S narxi $480, A4B narxi $450. F5 modelimiz esa narxi $320. Jack tikuv mashinlarimiz narxlari $20 dan oshgan.
Bu yerda Ruyan Y65 modelimiz yangi garovga narxi $220. Ruyan C65 Averloyimiz narxi $290. Ruyan Y180 sifati ancha yaxshi bo'lgan to'g'richakimiz narxi $230. Ruyan chiskali to'g'richakimiz narxi esa $260. Yangi garovga Ruyan raspashvolkamiz. Bu raspashvolkamizga ham aksiya bo'lyapti. Narxi $350. Yangi garovga Ruyan C70 Averloyimiz trendga chiqqan Averlolardan. Ya'ni yeturlar bilan bir xil bu Averloyimiz. Jack yeturlar bilan bemalol birga bir ishlayveradi. Narxiga kelsak, narxi $320. Britex Chayka firmalarimizdan aksiyaga tushgan. Aksiya narxida Britex $250 dan sotilgan Averlolarimiz $230 dan. Britex X3 model Averlolarimiz $220 dan. Chayka Averlolarni $220 dan qilib beramiz. Bu X5 va C05 modellarimiz. Chayka F16 to'g'richak ancha sifatli bo'lgan to'g'richakimiz narxi $190. Britex to'g'richakimiz narxi $220. Ancha sifatli va bu yerda changlardan himoyalangan shu yerda hech qaysi yo'q firmada bor funksiyalari ham bor. Narxi $220. Bu yerda Jackie modellarimizga ham aksiya e'lon qilganmiz. Jackie to'g'richaklarimiz $240 dan va yana bir modelimiz bor. $200 qilib beramiz Jackie to'g'richakimizni. Jackie S8 modelimiz $330 qilib beramiz. Va bu yerda rabochiy to'g'richak va rabochiy Averlo, rabochiy raspashvolkalarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Bizda shunaqa tiniq holatda kam ishlagan Averlo to'g'richaklar keladi. Ko'rishingiz mumkin. Absolutniy mashinamiz yangi. Xo'p, narxiga kelsak, narxi $350 qilib beramiz. Jack Y4S bu yangi modeldan. Ya'ni bu yerida bemalol qalin yubkaga sozlasanglar bo'ladi. Holatini ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz yonib turibdi. Narxiga kelsak $350. Hattoki zavodskoy machalkalari ham olinmagan. Bu mashinamizga ham 3 yil kafolatini beramiz. Jack W4 yangidek holatda ko'rishingiz mumkin, urilmagan, yumshoq, eng chidamli va eng ko'p ishlab beradigan raspashvolkalardan biri bu Jack W4. Narxiga kelsak, narxi $280 va dvivadno o'zi bekkiga ham raspashvolka qilib ishlasanglar bo'ladi bu mashinani. Narxi $280. Bu mashinamiz yangi kirobkasi $640 dan o'zi aslida bizda aksiyada $280 qilib beramiz holati yaxshiligi uchun. Ko'rishingiz mumkin, orqada bekasi bu raspashvolkaga sozlangan, bu bekkaga sozlangan. Xo'p, bu yerda arzonchiroq to'g'richak so'raganlar uchun marka to'g'richakimiz narxi $165. Holatini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda, garantiyali 6 oy garantiyasini ham beramiz. $165. Bu mashinamiz yangi kirobkasi $250 dan. Juzi avtomat to'g'richakimiz narxi $240. Polniy avtomat o'z ipida zakriga lapka ko'taradi. Sifati ancha yaxshi. Jack Y4imiz arzonchiroq Jack Y4 so'raganlar uchun ustoli bu eski model ustolidan prosta lekin tashqi ko'rinishi yangi model. Narxiga kelsak, narxi $265. Marka Averloyimiz ko'rishingiz mumkin, holati zo'r, yaxshi holatda. Narxiga kelsak $165. Zo'ji yangidek holatda bo'lgan Averloyimiz, polniy avtomat Averlo. Narxi $365. Arzonchiroq raspashvolka so'raganlar uchun arzonchiroq raspashvolka mayit motor Jacktikidan bo'laman 8569. Bu modellar bilan bir xil. Chunki sababi bu yerda ichki tomon ichki zapchastlarni ko'rishingiz mumkin. Bu modelda ham bir xil ko'rdinglar. Endi bu modelda ham ko'rishingiz mumkin. Bir xil. Ichki tomonlama bir xil degani endi ichi ham bir xil degani. Choklari zo'r. Mashinamiz holati ham zo'r, urinmagan, o'ta ishlashga tayyor. Narxi $150. Bayu magnitli, ya'ni lapkini o'zi ko'taradi va chiskani ham o'zi qiladi. Narxiga kelsak, narxi $300. Polniy avtomat raspashvolka. Bizda har xil turdagi zapchastlar ham bor. Barcha turdagi zapchastlarni ham sotamiz. Narxlariga kelsak, Telegram kanalimizga narxlar bilan tashlaganmiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin va hozir sodda qilib ko'rsatib ketaman katta-katta zapchastlarimizni. Ko'rishingiz mumkin mana. Bizda barcha turdagi tukumashlarga zapchast topiladi va aksessuarlar, har xil lapkalar ham bor. Bemalol do'konimizga kelib xarid qilishingiz mumkin.
Do'konimiz manzilimiz Andijon shahri eski Xibik fabrikasi ro'parasida joylashgan. Pastdagi telefonlarga aloqa chiqib qoladi. Chiqishingizni kutamiz.